Mana shular Neomed qatorisidan, yo'l ustidan, lokatsiyasi udar joydan suratga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Sport kollej, Nasaf stadion, Erkatoy bog'cha. Ana shu uchastka ham sotuvda. Oldilari ham 12 sotik bog'lari ham bor, ko'p turganlaringdek. Bemalol xohlasanglar choyxona qilib qo'ysanglar ham bo'lagan. Boyagidek o'tiradigan joylar qilib, qarang bog'lari ham fazolat qiladi. Yo'l usti. Ana shu uchastka ham sotuvda. Qani birgalikda ko'ramiz. Ustimizda katta hol kutib oladi. Ko'p turganimizdek remontlari zamonaviy qilib qo'yilgan. Chiroyli qilib. Qo'lda parketlar bo'lgan. Bismillah. Birinchi xonamiz, mehmonxona. Mehmonxonaning ham razmeri 50 kvadrat bor. Xo'p, bitta yana katta xonamiz bor. Spalni qilib foydalanib turishdi. Xohlasanglar ayollar mehmonxonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p. Tarafimizga ham bitta spalni bor ekan. Ayollarimiz boricha syomka qilmadi. Xo'p, yana bitta katta zal. Zalimiz ham bu ham bir 50 kvadratdan ziyod bo'lib turibdi. Remontlar yaxshi turibdi. So'ng ikkinchi qavatga o'tamiz. Videomiz katta bo'ladi, yaxshi joylashib olinglar. Ikkita taraflamani listnitsa qilib qo'yilgan, xizmat qilib qo'yilgan. Lustralar ham chiroyli, o'ziga mos bo'lib, parketlar to'shalgan, kottejimiz. Xo'p, katta spalni, bu tarafimizga bitta katta xonamiz bo'lgan. Biz ham ko'ramiz. Bitta katta zal. Xizmatlar yaxshi turibdi. Bu tarafimizga katta spalni. Razmerlari ko'p turganlaringdek juda katta tayinlangan. Bizga ham katta balkonda, verandada qilib qo'ygan ekan. Yopig'icha ochib ko'ra olmadik. Qismi o'tdi. Hovlimiz qismi zilon zonasi 2 qavatli qilib parchalar qilib qo'ygan ekan. Yozga yotishga shabada bo'lib maza qilib yotiladi. Hovlimiz akkuratligina. Bironta lishni narsa ko'rmaysiz. Uyimiz polnis podvalli. Arqa tarafda darvozaxona, mashina qo'yadigan joylar. Doполнительный hovuzlar qilib qo'yilgan. Hovlimizda oshxonasi. O'tirib ovqatlanadigan joy, televizorli zonalari bor. Tarafimiz sanuzel. Hammom. Tarafimizga hojatxona. Ko'p turganlaringda hovli akkuratligina. Qachonga ham chiqdim. Yotib yozga maza qilayotgan joy ekan. Eng qizig'i ikkita taraflama ko'cha. Keyinchalik bu tarafdan ham qurilish qilib olib, darvoza ochib tashsangiz bo'lar ekan. Yana bitta uy tayyorlasangiz bo'lar ekan. Razmerlar fazolat qiladi. Kottejimiz 9 xonadan iborat, 730 kvadrat. Narxi startoviy 220 ming so'ralmoqda. O'tayotgan joyi bor. Realni o'tgan yana qilib, pastdan bilan qo'yib chiqarasizlar.